Menimcha yana do'konni qaytadan ochishim kerak. Albatta, do'konni ochmasam pul keladigan joy to'xtaydi. Ya'ni hamma pul o'zi do'kondan kelyapti, tushunmadim. Biroz to'xtab turing. Aha. Yaxshimisiz? Xullas, mana bu do'konga ishchi kerak ekan, shundaymi? Ha, ishchi kerak. Men bo'lsam bo'lmaydimi? Bo'ladi, farqi yo'q. Qayerda yashaysiz? Nima desam ekan? Ana shu nima edi? Ayting. Qayerda yashashingizni? Qayerda yashashimmi? Ana orqadagi domda yashayman. Yana 18 yoshman. 18 yosh, yaxshi. Unday bo'lsa tengdosh ekanmiz. Mana shu do'kon ko'rib turganingizdek hozircha tovarlar yo'q. Tovarlar kelgandan so'ng bemalol do'konga qarashingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda esa kassa bor. Tushunarlimi? Okey, tushunarli. Unday bo'lsa qachon kelsam bo'ladi? Tovarlar kelsa o'zi ko'rinadi uyingizdan adashmasam. Ko'rinadi. Unday bo'lsa o'shanda kelasiz. Yana aytgancha narxi qancha bo'ladi? Kassaga tushgan pulni 30%ni siz, 70%ni men olaman. Rahmat, unda aka, men shu yerda bo'laman. Rahmat, bo'pti, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yubordingiz. Va alaykum assalom. Nima xizmat? Do'konda narsalar bormi? Hali do'konga tovar kelmagandi. Yo'qmi? Ha, mayli. Agar kutsangiz keyinroq keladi. Mayli, keyinroq kelarman. Mayli, sog' bo'ling. Juda ham chiroyli qiz ekan. Qanday qilib bo'lsa ham nomerini topishim kerak. Es qilib yigiti bo'lmasa bo'lgani. Juda ham chiroyli, menga yoqib qoldi, qandaydir bilmadim. Ha, mayli. Xo'p, endi do'konga narsalarni zakaz qilish kerak. Nima desam ekan? Do'konga tovarlarni zakaz qilishim kerak. Yaxshi. Allo, assalomu alaykum. Tezroq do'konni ochmasam juda ham kech bo'lib ketdi. Kim ekan hali bo'ldi endi? Tushunmadim. Voy, bu kim ekan hali? Reklama-ku bu. Uzr, reklam edi. Bolalar aytgancha sizlarga Prinsessa kanalini tavsiya qilib qolaman. Albatta bu kanalda bir-biridan qiziq videolar chiqib boradi. Kanalga o'tib obuna bo'ling va Reddi akangdan salom deb kommentariyasiga yozib qo'ying. Ko'rib turganinglarda 262 ta obunachisi bor. Kelinglarda tezroq 1 obunachi chiqishga yordam beramiz. Aytgancha sizlarga yana bitta yangiligim bor. Mana Prinsessani o'zlari bo'ladilar. Tezroq kelib yo'qaman. Shu qizni kanali. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyasiga Reddi akangdan salom deb videolariga like bossamiz. Albatta mana shu kanal tezroq 1 obunachi qilsa, men randomli obunachilarni tanlab tekinga reklama qilib berishim mumkin. Shuning uchun o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, silka описаниеda va kommentariyada. Hammaga rahmat. Va nihoyat do'konga tovarlarni ham joylashtirdim. Hammasi tayyor. Bu yerda xom tovuq go'shtlari. Buni mijozlar albatta yoqadi deb o'ylayman. Kassada hozircha hech nima yo'q. Menimcha ana bu bola ham hozir kelib qolsa kerak. Ya'ni do'konga qarayman degan bola. Bu bola ishonchli, chunki o'zimni qo'shnim bo'ladi deyarli. Keldingmi aka? Keldim. Tayyormi hamma narsa? Ha, tayyor. Ko'rib turganing mana shu narsa. Narxlarni bilasan-a? Biroz narxlarni bilaman. Aytgancha Prinsessa degan qiz bola kelsa, nima desam bo'ladi? Narsalarni tekinga bergan, xo'pmi? Nimaga? Bu yog'ini o'zing bilasan. Mayli. Xo'p. Menimcha hammasi tayyor. Ana endi sekingina avto salonimga ketsam ham bo'ladi. Salonga hozircha bilmadim. O'zim qarasam ekan yoki salonga ham ishchi olsam ekan. Lekin o'zim qarashga juda ham qiziqib ketyapman. O'zim qarashga juda ham qiziqaman, chunki hali bunaqa ishlab ko'rmaganman, to'g'risi. Mayli, mana shu narsalar bor hozircha. Mana bu moto juda ham yoqdi. Balkim buni o'zimga olib qolarman sotmasdan, lekin sotish kerak, foyda qilish kerak. Xo'p, shuning uchun buni sotib yuboraman. Hali bunaqasidan juda ham ko'pini sotib olaman. Hozircha shuncha mashina bor. Nima desam ekan, menimcha boshlanishiga yomon emas. Mana shu mening avtosalonim bo'ladi. Buni qurish uchun anchagina qarzga kirdim. Endi do'kondan pul orttirib, shu qarzlarni to'lashim kerak. Prinsessani o'zlari. Hoy, menga qarang. Mani chaqiryapsizmi? Ana bu nima desam ekan, chiroyli ekansiz. Rahmat. Haligi nomeringizni bera olasizmi? Yo'q, uzr, bera olmayman. Bersangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Voy, to'xtang, balkim gaplashib ko'rarmiz. Iltimos, orqamdan yurmang, ko'rganlar yomon tushunadi. Xo'p, mayli. Nomerini topib olmadim. Hech bo'lmasa manzilini bilganimda mayli edi. Lekin topaman. Hozirgina do'kondan chiqib ketib adashmasam, qalaysan, savdo yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi. Prinsessa nima oldi? Kartoshka. Tekin berdingmi? Yo'q, pulni berib ketdi. Ahmoq, bitta ishni eplab qolmaysan. Pulni olma degandim senga. Mayli. Xo'p.
Bu safar o'xshamadi plan. Ana endi qandaydir qilib bo'lsa ham manzilini bilib olishim kerak. Qanday qilib bo'lsa ham balkim kuzatib turarman. Ana u yerda prinsessani o'zlari yuribdi. Hozir shu yerda manzilini bilib olishim mumkin. Ana tushunmadim, kimdir chiqdi. Menimcha bu qo'shnisi bo'lsa kerak. Hoy, brat to'xtab tura olasizmi? Meni chaqiryapsizmi? Aha, sizni chaqiryapman. Nima desam ekan? Yaxshimisiz? Xullas, sizdan bitta narsani so'ramoqchi edim. Nimani? Prinsessa degan qizni taniysizmi? Hozir kirib ketgan. Aha, taniyman, qo'shnim bo'ladi. Uyini ko'rsata olasizmi? Aha, yuring bemalol. Nima uchun kerak sir bo'lmasa? Men shunchaki qarindoshiman, yangi uy olgan ekan, shuni bilib qo'ygim keldi. Hozir ortimdan yuring. Qayerda yashaydi o'zi? Eng balandki qavatda. Oho, juda ham baland ekan. Shunaqa, men ham qo'shnisiman, juda ham baland. Tushunarli. Qayerda yashashning ahamiyati yo'q. Muhimi bilib olsam bo'ldi. Nimadir dedingizmi? Yo'q, hech nima. Xo'p. Qachon tugaydi? Juda ham baland ekan. Mayli, juda ham menimcha eng balandki, menimcha bu bino adashmasam, bo'ldimi? Aha, bo'ldi, mana bu yoqqa. Mana shu uy bo'ladi. Shumi? Bo'ldimi? Aha, shu. Bo'ldimi? Ketaveraymi? Ha, brat, rahmat kattakon ko'rsatib olganingiz uchun. Aha, xo'p. E'tiborda aytgancha. Uzr, men bu tomonga ketishim kerak edi. Aha, xo'p. Uyini bilib oldim. Juda ham baland qavatda yashayotgan. Mayli, ahamiyati yo'q. Lift ham bor shekilli. Nihoyat prinsessani raqamini topdim va ana endi hozir o'ziga telefon qilib ko'raman. Mana shunday, shuni va Alo, kim bu? men do'konchi bo'laman, tanidingizmi? Ha, tanidim. Sizda gapim bor edi. Biror kun uchrashsak bo'ladimi? Bilmadim endi. Xullas, ertaga do'konim yonida kutaman. Bo'ldi, o'chirdim. Yo'q. Nihoyat xursandman. U rozi bo'ldi. Chunki bilmadim degani bu albatta ha degani bo'ladi. Rozi qildim. Xo'p, bu video qisqa bo'lib qolgani uchun hammadan uzr so'rayman. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing. Prinsessa kanaliga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Prinsessa kanalini birga qiladigan bo'lsak, albatta randomli obunachimni tanlab, tekinga reklama qilib berishim mumkin. Albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Prinsessa kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlagan hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.